Sehriy kuch. 2 qism. Abdori Erkin Sıdiq. Addiy söz bilan aytganda, sehriy kuch deganimiz boshqalarni o'ziga jalb qilish iqtidoridan iborat. Amerikalik Dan Rayland mundaq deydi. Siz sehriy kuchga qanday qilish orqali erisha olasiz? Boshqalarni o'zlari to'g'risida yaxshi hissiyotga ega qilishni, ularni siz o'zingiz to'g'risida yaxshi hissiyotga ega qilishdan ustun o'ringa qo'yish orqali. Yani hadislar ishning hammasini malla qilyapman, boshqalarning bo'lsa bu ishlar bilan ancha kar bo'lmayotdi deydigan odam sehriy kuchga ega bo'lmaydi. Uning aksicha ishni asosan palonchi po'konchilar qildi va qilyotdi. Men faqat sirtdan ozroq yordamda bo'lyapman deydigan liderlar haqiqiy sehriy kuchga ega bo'ladi. Sehriy kuch tug'ma bo'lmaydi. Xuddi boshqa kishilik sifatlarga o'xshash sehriy kuchni yetildirgili bo'ladi. Boshqalarni o'ziga jalb qila oladigan, boshqalarni o'ziga o'z ixtiyorligi bilan ergashtira oladigan bir odam bo'lish uchun siz tuvandagi ishlarni qilishingiz kerak. Birinchi, hayotni qadrlash. Kishilar hayotni qadrlaydigan liderlarni yaxshi ko'rdi. Siz qanday tipdagi kishilar bilan birga bo'lishni xohlaysiz? Chechilg'oq, oson ochiqlanadigan, tushkun va kashkishi boshqalardan og'rinib yuradigan odamlar bilanmi yoki dang chiqargan va turmushni intayin qadrlaydigan kishilar bilanmi? Ikkinchi, boshqalarning yaxshi tarafini ko'radigan bo'lish. Bir tadqiqotchi o'zlari tirishib millioner bo'lgan yuzdak odamni tekshirganida, ulardagi birdan-bir o'rtaqlik ularning hammasi boshqalarning yaxshi tarafini ko'rish ekanligini bayqagan. Agar siz boshqalarning yaxshi tarafini ko'rsangiz yoki e'tirof qilsangiz, uni o'zlariga ko'z tutib bersangiz, ularni ilhomlantirib tursangiz hamda ularning o'zidagi yoshirin kuchlarni to'liq joriy qildirishiga yordam qilsangiz, sizning bu qilganlaringiz uchun ular sizni intayin yaxshi ko'radigan bo'ladi. Angliyaning burunqi ministri Benjamin Disraeli ana shunday odamlarning biri edi. Bir qitim u mundaq degan: siz boshqa bir odamga qilib bera oladigan eng cho'ng yaxshi ish o'zingizning boyligini uning bilan o'rtoqlashishla emas, balki uning boyligini o'ziga tunutib qo'yishdan iborat. 3. Boshqalarga umid elib kelish. Fransiyalik general Napoleon liderlarga umid sodachilari degan aniqlamani bergan. Uning qarashicha, bir odamning barliq mol-mulki ichida umid hammadan ulug' mol-mulk bo'lib hisoblanadi. Agar siz boshqalarga umid elib kela olsangiz, siz ularni o'zingizga yuksak darajada jalb qila olasiz. Shundaqla ular siz uchun bir umr minnatdor bo'ladi. 4. Boshqalar bilan o'z ahvolini o'rtoqlashish. Kishilar o'zining ahvolini va hayot safarini so'zlab beradigan liderlarni nihoyat yaxshi ko'rdi. Siz boshqalarni yetaklaganda, ularga o'zingizning ahvolini so'zlab berib turing. O'zingizning o'y-fikrlarini, o'zingizdagi har xil tadbir-choralarni va o'zingizning alohida ishlarini so'zlab berib turing. Men hozirgacha o'zim uchratgan Uyg'ur qarindoshlar bilan paranglashganda va Uyg'ur yig'ilishlarida so'z qilganda o'zimning ishlarini ko'proq so'zlab berib keldim. Ularni yozma suhbat va tarjimal shaklda yozib to'rg'im chiqarib etdim. Bunday qilishdagi maqsadimning biri boshqalarga o'zimning bir oddiy Uyg'ur ekanligimni bildirib qo'yish. Yana biri bo'lsa, ularni o'zimning sarguzashtlari, tajriba saboqlari va hozirgacha egillagan bilimlarimdan xabardor qilib, shu orqali ularni ilhomlantirishdir. Boshqalarni o'zidan ustun o'ringa qo'yadigan, o'ziga ko'ngil bo'lishdan burun boshqalarga ko'ngil bo'ladigan liderlarda sehriy kuch bor bo'ladi. Maqolani o'qib mush yerga kelganda, sehriy kuch jihatda siz o'zingizni bir qitim baholab beqing. Siz boshqalarni o'zingizga tabiiy holda jalb qila olamsiz? Sizni boshqalar yaxshi ko'ramdi? Agar bu savollarning javobi yo'q bo'lsa, sizda cho'qim tövandagidek illatlar yoki sehriy kuchning to'salg'unlari mavjud bo'lishi mumkin. G'urur. Har vaqt o'zini boshqalardan ustun qo'yadigan liderga hech kim ergashmaydi. Andishilik. Agar siz o'zingizni ancha yaxshi ko'rib ketmasangiz, sizni boshqalar yaxshi ko'rmaydi. Mijozi o'sal bo'lish. Agar kishilar sizdan nimani umid qilsa bo'ladiganligini bilolmasa, ular sizdan biror narsani umid qilishdan butunlay to'xtaydi. Mukammallik. Kishilar birsining kamolatga yetish orzusiga hurmat qiladi, ammo uning reallikka uyg'un kelmaydigan umididan qattiq andish qiladi. Shaxsiyatchilik.
Kişiler başqalarning salbiy tarafini ko'radigan birisining o'zlariga qarta hamma yo'nalishlardan tanqid yog'dirishini yoqtirmaydi. Agar siz yuqorqidek illatlardan o'zingizni yiroq tuta olsangiz, siz o'zingizda sehriy kuchni yetildira olasiz.